Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Agar hikoyam sizga yoqsa videoga like bosib, fikringizni kommentda qoldiring. Va albatta davomini eshitishni istasangiz kanalga obuna bo'ling. Men Robiya, muallif Sadiya Erolaykach, 8-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Kelgan joyim emas, bosib o'tgan joyim deyishini qanchalar istadim. Nafsim o'zini mudofaa qilish maqsadida so'zlarni tanlay boshladi. Juda g'alati. Gunohlarni Allohga qarshi qilganman. Allohning qullari esa qarshimda turib mendan hisob so'ramoqda. Nafsimga og'irlik qildi so'zlari. O'sha onda xayolimga kelgan yagona narsa buning bir sinov ekanligi bo'ldi. Chuqur nafas oldim. Lekin bo'g'zimga shunday narsa tiqildiki, nafas olishga uringanim sayin kattalashib boraverdi. Men haqimdagi gaplarni to'g'ri aytishmabdi. Yo'qsa siz Allohning ba'zi oyatlariga ishonib, ba'zi oyatlarini inkor qilyapsizmi derdim. Ayol yana ham o'dag'aylab, "Nimalar deyapsan, Robiya?" dedi. Janobi Alloh haq kitob bo'lgan Qur'oni Karimning Furqon surasida "Magar kim tavba qilsa, iymon keltirib, solih amal qilsa bas, Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshiliklarga almashtirur" demaganmi? Bu orqali bizga rahmati, marhamatidan mo'jiza bermayaptimi? Siz bilgan va bilmagan o'sha gunohlar meni shunday yoqib kul qildiki, natijada ular qutulishimga vosita bo'ldi. Gunohlardan tavba qilganlarning ovozlari, iltijolarini Alloh sevadi. Qulning to'xtamasdan qaysarlik bilan tavba qilishlari Allohning marhamatini jo'shtirib toshirgan eng quvvatli bahonadir. Qulning tavbasi va Allohning uning afv etishida bir qancha ibrat bor. Bu yashirin narsalarni qul idrok qilsa, yomon va yomonlikdan o'tib ketishi mumkinligini ko'radi. G'aflatda qolganlar uchun bilib yoki bilmasdan gunoh qilish degan narsa yo'q. Gunohni har turi g'aflatdan ishoradir. Ya'ni bilgan ham gunohga qo'l uradi, bilmagan ham. Balki bila turib gunohga qo'l urganni pushaymonligi bir daraja ortiqroqdir. Men bildim va gunohga mayl qildim desam, bildim deb o'ylab aslida bilmagan bo'laman. Zero bilgan inson gunohga qo'l urishiga mayl ko'rsatmaydi. O'zini har on muhofaza qilish uchun urinadi. O'tmishdagi gunohlarini yodga olib istig'for aytadi. Solih amallarni bajarishga g'ayrat qiladi. Bu uning uchun bir qalqon va zirh vazifasini bajaradi. Allohga shukrlar bo'lsinki, ko'ngil tilim bilan aytilgan bu so'zlar ayolning qalbiga ta'sir qildi va ishondik deb joyiga o'tirdi. Masjidga sukunat cho'mdi. Ayollar ibodatlarini davom ettirishga kirishdi. Lekin men o'rnimda tura olmasdim. Ajabo, Allohning g'azabiga duchor bo'ladigan biror xatoga yo'l qo'ydimmikan? Robbim shu fitna bilan meni sinamoqchi bo'ldi deb o'yladim va yig'ladim. Men tuta olmagan nolalarim sukunatga qilich zarbasini tushirgandek bo'ldi. Menga tikilgan, menga rahm kelib qarayotgan ko'zlarni taxmin qilib turardim. Allohim, riyodan senga sig'inaman deb duo qilib o'zimga o'zim nimalar qilib qo'yding, ey Robiya? Nimalar qilding, dedim. Inson farzandi mana shunaqa, hamma Hazrat Vahshiyni Hazrat Hamzaning qotili deya bildi va hali payg'ambar alayhissalom hayotlaridayoq soxta payg'ambarlik iddaosini qilgan. Musaylamatul Kazzobni Hazrat Vahshiy o'ldirganini ko'rmaslikka oldi. Balki bilishni istamaydi. Ko'p o'tmasdan qari bir ayol yonimga kelib, qo'lini tizzalarimga qo'ydi. Oldin qo'liga qaradim, keyin so'lg'in rangiga ko'zim tushdi. Yoshiga xos bo'lmagan dadil ovoz bilan mendan so'radi. Ey Robiya, qayerdan kelib qayoqqa ketyapsan? Haqdan keldim, haqqa ketyapman dedim. Dunyoda nima qilyapsan? Qanday ish bilan mashg'ulsan? Ishim ham, oshim ham g'amdir. Qanaqasiga? Bu dunyoning nonini yeyapman. Oxiratga tayyorgarlik ko'ryapman. Bu holat va so'zlar bilan karvonsaroylar, hammomlarni boshqarishing kerakmasmidi? Ko'ryapmanki, yo'qsillik ichidasan.
Men zotdan karvonsaroyu hammomlarni boshqarib shunday qal'aga muhofazalik qilyapmanki, ichimdagini ichimda, tashimdagini tashimda qo'llab-quvvatlab ichkari kirishlariga yoki tashqariga chiqishlariga ruxsat bermayapman. Menga gil emas, ko'ngil muhofiziman. Tanni, badanni emas, qalbni himoya qilib qo'llayman. Bu hisob-holdan keyin namozni kutib turgan ayollar atrofimda halqa bo'lib savol bera boshladi. Men qol emas, hol uchun masjidga kelgandim. Lekin masjidlar ilmu irfon uyasi emasmi? Men o'rgatadigan narsa yo'q, o'rganadigan ko'p narsam bor. Ular savol berdi, men javob qaytardim. Men savol berdim, ular sukut saqladi. O'sha kuni bildimki, eng maqbul ilm sukutdir. Yo'l egasizmiki, Alloh yo'lovchini egasiz qoldirsin. Yarim kechada dunyo bexabar uxlayotgandan seni qo'llagan, kuzatib turgan Robbing bor ekan, dunyo uchun, dunyoviylik uchun tashvishga tushish nafsga bir bahona bo'lmaydimi? Bir kuni masjidda odamlar to'planib, dunyoni yomonlaganidan yomonladi. So'zlari cho'zilgan sayin ibodatlari qisqarib borardi. Ham o'zimni uyg'otish va ularni ogohlantirish uchun dedim. Sizlar dunyoga mukkangizdan ketgansiz shekilli. Yo'qsa bu haqda bunchalik ko'p gapirmasdingiz. Dunyoga moyilligingiz bo'lmaganida uning nomini tilga olmas, dunyoning yaxshiligi va yomonligi haqida gapirmasdingiz. Axir har kim nimani sevsa, o'shani tez-tez yodga oladi, shunday emasmi? Bu 3 kunning nomi ishqdir. Vaqt rahmatingga marhabo deyish vaqti. Senga sajda qilgan boshlar haqqi, tun qorong'uligidagi ko'zlari yig'idan qizarib ketganlar haqqi, rahmatingga salom. Kimsasiz Robiya uchun bu kun xushxabar kapalagi qanot qoqdimi? Bir kunga ham roziman parvona ruhim bilan. Kecha kunduzga o'rnini berdi. Qushlar qanot qoqishdan charchaydi. Daraxtlar yaproqlarini to'ksa ham nafsning ayg'ir oti charchoq kelinligini bilmasdan inson atrofida chopaveradi. Inson faqatgina qul ekanligini unutmasdan nafs og'zini jilovlaydi. Biroq o'zidan ketgan nafs to'xtaydimi? Nafsimiz zamonga eng oshno bo'lgan vaqtimizni tuzatib bo'lmas ibodatsiz har nafasda nafas orasida kutadi. O'sha onni poylaydi. Sen kecha va ertang bilan ovora paytingda nafs seni ayyorlik bilan kutadi. O'sha vaqt nafs bilan nafsingga yo'l berma. So'zing avvalida ham oxirida ham avval va oxir o'rtasidagi sukutga ham Alloh de. Seni yaratgan qudratga faqatgina hayron qolish bilan cheklanma. Seni yaratgan qudratni, sen kabi son-sanoqsiz jonlarni yaratganini mushohada qil. Bu jonlarni har biri boshqasidan farqli, biroq go'yo bir xildek. Har jonga jo qilingan nozik naqshni ko'r, idrok et. Tanang rangidan tortib tishlaring shakligacha, dudoqlaring yorug'ligidan kipriklaring uzunligigacha barini o'yla. O'sha paytda hayronliging muhabbatga, muhabbating so'ngsiz ishqqa aylanadi. Mana shu faqirlarni tushkunlikda faqirligini tushunsang, abadiy xazinalarga yetishasan. Shu haqiqat atrofida aylana-aylana yorug'likni quyoshdan olgan sayyoralarga o'xshab qolgandim va nihoyat qorong'ulikni ortda qoldirib, qalbimda yonayotgan otashga e'tiborimni qaratdim. Shu paytgacha tilga ololmagan bir narsam bor edi. O'zimga yarashmagan, munosib ko'rmagan bir narsa. Isi burnimda, ta'mi tomog'imda, ko'zim bilan ko'rmagan ammo doim borligini his qilib bir tuyg'u edi. Tug'ilgan kunimda o'sha 3 kunni yodimda olib kelgan, bolaligimdayoq his qilgandim. Qullik yillarimda bir 3 kun boshqa 3 kunga aralashib ketdi. Hozir o'ylab ko'rsam, o'sha 3 kun tutashayotgandi. Biroq men mato bozorida gul izlaganim uchun buni sezmabman. Keyin tavba yong'iniga duchor bo'ldim. O'sha tutashgan 3 kunlar tavbaga aralashib ketdi. Har olam pardasi shu 3 kun sabab yonib turardi. Ammo men bilolmagandim. Hasan Basriy hazratlarining dargohida avliyolar bilan uchrashganimizda bizni bir-birimizga tortib turgan o'sha 3 kun edi. Bu 3 kunning nomi ishq edi.
ilohiy nafas edi. Bechora yuragimda bir cho'g' parchasiga aylangandi. Yongan sayin tanam kulga aylanardi. Kunlar orasida bir xazinani ko'rdim. Badanim kulga aylanayotganda ruhim jonlangan, faqatgina ruhdan iborat bo'lib qolgandi. Qalbimda jon ichida jonon bo'lib yo'l oldim. Uning borligiga qaradim. Mening yo'qligimni ko'rsatdi. Menga o'z borlig'ini ko'rsatdi. Inson hayoti bilan tirikdir, lekin ruhlar tanalariga omonat berilgan. Kecha o'rganganlarimni bugun boshidan kechirganlarim bilan solishtirib ko'rib angladimki, bir ishning, har hodisaning sohibi ishqdir. Ishq bir danak paytida iymon bilan o'sha danak qobig'ini sindiradi va danak ichidan chiqib barcha inkorlarga qarshi bosh ko'taradi. Tog'u tosh, nabotat, hayvonot ko'tara olmagan yukni inson ishq tufayli qabul qilgan. Ishq sohibi qudratiga ishonib, bu og'ir yukka talabgor bo'lgan. Oshiq bo'lgach inson taslim bo'ladi. Oshiq bo'lgach inson muzlaydi va borsa kelmas yo'ldan asli bilan ilgarilaydi. Oshiqlar eng yaxshi o'limni biladi. Bir Robiya ketadi. 1000 Maryam, 1000 Oyisha, 1000 Fotima keladi. Alloh dedim. Ishq dami boshlandi. Borlikning yo'qlikdan, yo'qlikning borlikdan xabari yo'q edi. Hasan hazratlari holimdan voqif bo'ldi. Zero qalbimga tushgan otash bilan ko'rga aylangandim. Ishq bu muhabbatda haddan oshmoq, nafs hududlaridan oshib Robbisi hududiga qochish. Haddimdan oshgan edim. Parda ortidan Hasan hazratlarining ovozi keldi. Ey Robiya, nega yig'layapsan? Faryodingdan ko'z yoshlarni ko'nglimizni fig'on ayladi. Qalbingga tushgan otash majlisimizni xarob qildi. Yo sukut saqla yoki gapir, suhbatimizni ta'mini his qilaylik. Ko'ryapmanki, ovozing ma'nolar bog'ini talon-taroj qildi. Hasan hazratlari so'zlarining mana shu yerida to'xtaganida qalbim biroz xotirjam bo'ldi. Ey Hasan hazratlari, o'zdan haqqa o'tish yo'q. Tillardan unga yo'l yo'q. Quloq zahmat chekkanlarning asosiy yo'lidir. Qo'l-oyoq bunday vaziyatda hayrat vodiysida yashamoqda. Hamma ish qalbga qolmoqda. Shunday ekan, qalb uyg'oq bo'lishi uchun g'ayrat qilish kerak. Qalbi uyg'oq bo'lganning do'stga ehtiyoji bormi? Ey Robiya, aslida qalbi uyg'oq bo'lganning do'stga ehtiyoji bordir. Ishq do'stning do'stni topishdir. Yo'lni uzoq, manzillari ko'p. Bu yo'lda ilgarilar ekan, hech kimdan biror nima so'rama, hech kimdan bir narsa olma va hech kimga beradigan bir narsaga sohib bo'lma. Shu yo'lni tutadigan bo'lsang, yo'ling doim ochiq bo'ladi va Robbing doim seni o'z yo'liga soladi. Bor yer yuzi ularga masjid bo'lgan qullar safidan chiqib, orada bizning majlisimizga ham kelibdir. Mashoyixlar bir jamoat bordirki, savobga erishish uchun Allohga qullik qiladi. Bu tujjorlarning ibodatidir. Bir jamoat bordirki, qo'rquvdan ibodat qiladi. Bu esa qullarning ibodatidir. Yana bir jamoat borki, Allohga shukr qilish uchun ibodat qiladi. Bu esa hurlarning ibodatidir degan. Hurriyatning muborak bo'lsin Robiya. Safar vaqti yetib kelgandi, lekin do'stlar bunga tayyormidi? Hayyona matonatli bo'lishiga har qancha urinsa ham, onlari xos mehr bilan qayerlarga borasan, nima qilasan bilmayman, Robiyam deb atrofimda parvonadek aylandi. Qat'iy qarorga kelganlarga ortga qarab nolish yaramasdi. Hayyona baxtimga nima yozilgan bo'lsa, Allohning marhamatiga yashiringanmi, u bilganmi, undan ko'rib turganimiz ko'zlarda yosh bilan bir-birimizni quchoqladik. Alloh uchun bir-birimizni sevganlar o'rtasida ayriliq bo'lmaydi. Allohga topshirdik deya yo'lingda davom etasan.